ishlarimiz ko'p, barini egalari qarab turibdi. Bir safarga biror joyda yezib turaverasiz aka. Hop, salomat. Aka sizning ish yengilroq ekani, bo'l chiroyli qilib bering. Aka ko'ngil to'q qiling. Tashlab ketavering mashinani bitganda o'zim telefon qilaman. Aka salomat bo'ling. Usta aql o'rgatyapti deb o'ylamayman u. Shu birinchi kelgan aka Malibuda edi. Bo'yroq, zakonnik kiyib olgan ekan. Uni pulni olishimiz kerak emasmidi? Damasda kelibdi bu aka. Shuncha ishimiz bo'lsa ham bu akani olib oldingiz. Ha, shogird yozsa, qara, senga o'rgataman. Bu Malibuda kelgan aka to'g'ri puli ko'p. O'ylashing mumkin, pulni olishimiz mumkin. Bu Damasda aka o'rta oiladan ekan, oilani shu Damas bilan boqaman. Xo'p dedim, dardini eshitdim, tushundim. Endi qara, senga bitta gap aytaman. Pulga hech qachon hurmat sotib ololmaysan. Men bu Malibuda aka bilan oldin ishlaganman. Bu akani chiroyli ishini bitirib beramiz. Muomalasi o'rnida ekan, muhimi inson ekan.